Assalamu alaykum aziz yurtdoshlarım, ekran altidagi qadrli ko'rurmanlar, yakshanbanglar xayrli bo'lsin. Ro'z Ramazon kunlaringlar berekatli bo'lg'ay. Akademiya suhbatiga xush keldinglar. Men Mag'firat Kamal. Bugun Akademiya suhbatida huzuringlarga nihoyat ahamiyatli bir temani taqdim qilmoqchimiz. Uyg'urlarning tarixi uzun, madaniyatli, qadimiy bir millat deymiz. Bu yakun hargizmi hissiyotimizga tayinib chiqarilgan emas. Bizga mushu yakun isbotlab bergan eng muhim bilim sohalarining biri arxeologiya. Kim ekanligimiz, ajdodimiz va eng dastlab qayerda yashaganligimiz, ana vatanimizning qayer ekanligi, qandaq madaniyat yaratganligimiz, qandaq yashaganligimiz, tilimiz, tariximiz, e'tiqodimiz, san'atimiz qatorliq sohalarda uchur beradigan bu fan qiziquvchilar bu programga quloq solgaysizlar. Bu qimmatli temalarni hammamizga tonish, hurmatga sazobar peshqadam ziyolimiz va shundaqla bugungi suhbat programmamizning aziz mehmini Qurban Vali akamizning og'zidan anglaymiz. Qurban Vali aka, programga xush keldingiz. Hoş buldum. Rahmet. Emmi kürege seviniz falan. Men rahmat aytaman programni qabul qildingiz. Ko'p rahmat sizga. Atdiganda qopib mana ekranning oldida o'tiryapsiz. Ko'p rahmat. Qurban Vali akam 1960-70 yillardan boshlab Uyg'ur madaniyati sohasida tadqiq qilib, o'qib, ishlab kelayotgan bir ziyolimiz. Hozirgacha Hindu, Yevropa, Xitoy va turk tilli xalqlar madaniyati bo'yicha selishtirma tadqiqot elib berib, bizning tarixiy yoziqlarimiz, Qizilming uy rasmlarining hikoyasi, Uyg'urlar va ajdodlari, Uyg'ur tarixidagi din va e'tiqod, Uyg'ur tarixidagi hunar, texnika, makon va ta'lim degan nom haqida. Buningdan boshqa dunyoning Uyg'ur tushunchasi qatorli qimmatli asarlarni yozib, Uyg'ur madaniyat sohasida o'chmas iz qoldirdi. Albatta aynı zamanda bizning o'z tariximiz, ajdodimiz va vatanimiz bilan munosabat ma'lumotlarimiz nihoyat az, hatto yo'q bir sharoitda bu asarlar o'tirg'i chiqib nashr qilindi, Uyg'ur xalqini hayajonga soldi, umidlantirdi va ruhlantirdi. Shunga xalqimiz, shaxsan men bu esil emgaklaringiz va ajringizga rahmat aytaman. Qurban Vali aka, bugungi suhbat asosiy arxeologiya haqida bo'ladi. Arxeologiya termini haqida ko'pinchimizning ma'lumoti cho'lti bo'lishi mumkin. Shunga mushu temani izohlash bilan suhbatga boshlasak deyman. Sizmi uyg'un ko'rsangiz boshlaymiz. Arxeologiya qandaq fan? Tarix va boshqa sohalar bilan munosabat qanday? Marhamat, so'z sizda amsa. Bu sallanı siz bunundan bir neçə gün burun ötəgən. Onu köydən çürüp, hem de her qadarışqa azraq tayarlıq qılanın sizce mən adəti qılmay qalay maqam bir nəfsi sözləşə qalmayman. Çünki tövbətiniz başlandı. Məndən sorğan sualınız birinci sual, tarix bilan arxeologiya farqi. Bu arxeologiya fan deganni birinchi so'radingiz. Mening o'zim o'z oldimga javob bersam bo'ladi. Her halda nihayetli ehemmiyetli işçilik institüt ideali asası da cevap veremem. Merhamet. Şimdi bu şimdi bakacak tarih degan fanlar arxeologiya degan fan oliy maktabdagi bir fakultetning ichidagi bir-biriga yaqin bo'lgan ikki kasb. Viki institüt ideyasida bayon qilinishicha tarix degan insoniyat bo'lib o'tgan ishlarni bayon qiladigan shundoq bir fan.
kişiler körgenleri, anlaganları, bilgenleri asasen gezip çıkılgan bayağı. Yani arkeologiya tarixning yuqorida şu tarixda bayon qilingan bayonlarning rost yoki yolg'onlarni ayiradigan tarixdan qolgan dalil isbotlar bilan, ya'ni asari atiqalar bilan isbotlab yechtiradigan, aniqlaydigan, rost yolg'onni ayiradigan fan. Yani mesela Hem de tarihteki Xitoylar yazıqda Uyg'urlarning davlati bo'lganligini tilga oladi. U davlatning azaldan Xitoyning bir qismi ekanligini alayda tilga olib, shunga cho'ng tamanno bilan dunyoga jakalaydi. Mana bu hozirgi zamonda Uyg'ur tarixi to'g'risida so'zlanayotgan so'zlarning mazmuni shunday. Arkeologiyachi Uyg'ur davlatining jug'rofiyalik o'rni nerede bo'lganligini, uning Xitoylar bilan qanday munosabatda bo'lganini asari atiqalarga asosan aniqlab berishdi. Bunun qaysi rost bo'ldi, qaysi rost bo'lmadi, buni arkeologiya o'zi ayirib chiqadi. Men endi shu arkeologiya kasbida o'qigan 72-yildan 75-yilga Xi'anda G'arbiy Shimol universitetining tarix arkeologiya kasbida o'qigan. Endi bu Xi'an degan Xitoyga 10 sulolaga qo'ygan. Yani arkeologiyalik faktlar nait ko'p. Bu endi o'rganishga nait bo'lgan materiallar nait ko'p bo'lgan. Men shu arkeologiya kasbini 1975-yili bitirib İsraillik muzeyga taqdim qilinib keldim. Çünkü tarixchilar yozgan Uyg'ur tarixi ve muzeyda saqlanayotgan asar atiqalar asosida Uyg'ur tarixini ko'zdan kechirib başladı. Xitoy tarixchilari odatda milodidan ilgari 3-asrda Xanzos degan bir sulola Vadisiga Jiangtian ismli bir casusni, yani seyyah, seyahatçide kaldı. Nurg'un qo'y, kalo, padlarni Tarım Vadisiga bordi. Oldi bilan shu Kroran, Dostlar Suli rayoniga kelgan. Yani şu yezib qoldirlar bor. Bunun aytsa Tarım Vadisi'de 36 devlet var. Endi hozirgi zaman tarixda asosan shu Jiangtian yozdirgan bayonlarga eslab olgan. Shuni asos so'zlaydi. Tarım Vadisi'de 30 deydi,
Onun da yerlik ahalisi deydi. O yerlik ahalının kimligini demeydi. Herkes alıp ketmeydi. Yani şu yerlik ahalının hemisi Allah'a karaydı. Allah ulanı izzetti. Onun için turistler geldi. Onun için Uygurlar geldi. Bu tarım vadisine. Şu yerlik millet şula kul oldu deydi. Şimdi gepinin ağırlığı en bu tarım vadisine kelgen, tarım vadisini açkan millet Hanzu milleti dep ataydı. Bu hem kıpkızıl yalgancılık. Ama benim buna izahat atmaydıgan yalgancı boğazda bunda kıyırdı. Bunda kılıçtı mı ula kaynırgan nesi var. Hükümet şunun, neşriyat şunun, gezil şunun, TV şunun, eminim şunun. O şunun sözler verdi. Uygurlarının sözleydiğin hiç kandak yeri yok. Şula Uygurlarını ruhsat kısa aşağıda sözleydi o. Bulup mu açık Xitay digenini kaydın dep yardanın sözüse ulağa ruhsat. Bunda olmayırken Uygurlar ceza alınmadı. Bu anda kişilerine ait enik dilan bizim ziyalilerimiz fakat vidanı kaynat bitip toğru enes depsağan günlen cezamı çeken havallarını kanun ait çok değildir. Endi Xitayning bu safsatasini mush arxeologiya orqali rad qilayotgani bo'ldimi? Uyg'ur arxeologiya tadqiqoti qachon boshlandi masalan mushlar qarshi Xitoyninki safsatasiga qarshi raddiya berishga qachon boshladi? Endi bu arxeologiyalik tadqiqot Uyg'urlarda qilganligi yani bu sel kechikkan kim boshlangan. Ama boshlangandan keyin bu önemi shundoq yaxshi bo'ldi. Endi Xitoy tarixchilari hozirgi shu Xitoy yaratgan shu jasus Janshenning bayonlariga asosan tarix muasira miloddan ilgari Uyg'ur deydi. Uyg'ur deydi. Ama bunun farkını ular göstermeydi. Bu muzeyde kelgen şu muzeyde saklanılan durgun narsalar varken. Muzeyinin vazifesi şu Şinjan ezelden Cumhur'un bir kısmı dilini bakışlarını izleştin masa çıkmaydı iken. 75. yılı kelse başında alırken. Eğer Uygurların 8 tədqiqatçı varken. Bunun önce şu 55. yılı muzey kurulğan olsa bir kurs geçip tədqiqat çıkan arxeologlar. Ularına ait şu kavrlarını kazış, ortadan çıkan eser atiqlarını rətləş, xəritəyə eləş, bunda hizmetlerine ait pişkan. Mesela Rusya'nın dadısı kayıpça şu vakitteki arkeologlarının birisi. Ben 75. yılı muzeylerken bu Uygur arkeologlarına yakıp temini. Biz naitidir. Muşluğanın sepige katlaştım. Ondan biz arkeologların talebi bu ise tarihte yerip kaldırgan tarihine küz işki başladık. Hem de bu Xitay tarihçilerinin etkalları nahayeti tersili. Ulan etkisi miladi 840 yıldan keyin tarım hadisine Uygur'a geldi. Unudun burun yani Uygur yok. Uygur medeni yok. Uygur Türk
degan bunda qılmılan milliyetiga dair hech qanday narsa yo'q deb so'z aytdi. Ular endi aniq qilib ularning yurti Mongoliya ayaqida. Shularning ilohiy teg'imi shada. Tarimatda yo'q degan gap hükümranlık ekan shu vaqtda. Shuni anladik. Men buni shundoq o'qigan. 1840-yildan burun tarimat degan darslikni o'qigan. Men bu shundoq deb bilib kelgan. Endi men muzeyga kelsam, Uyg'urlarning tarixini tadqiq qilish huquqi Xitoy Cumhuriyati bilan Sovet Ittifoqining qo'lida ekan. Ular yaqin hamkorlashib ekan. Ular tijovuzchi deydi ekan. Turklarni tijovuzchi deydi ekan. Uyg'urlarni tijovuzchi deydi ekan. Bu ufqunlar aniq bildirilgan. Endi shu vaqtning o'zida Xitoy Xalq Cumhuriyatining yazg'uvchilari bilan Sovet Ittifoqining yazg'uvchilari to'qib bu yolg'onni og'dirish diyebiliriz. MS'de oturup çıkıp ularni qoyil qilish oson emas. İntayin qiyinchilik. Ana shu vaqtda olsun shu muzeyda 50 tane kursda o'qib chiqqan arxeologlar 7 kishi davomli ishlayotgan ekan. Ular ba'zi ağzını çıkarammasın o. Onun çoğuna ait enek. Ama hizmetine ait yaxşı kılattı. Şu vaxtda muzeyda bir arxeologiya atriti bulup, ular Xitaylar. Birisi üniversitedagi arxeolog, yana birisi Şehirliktagi. Yani aslında qolganlari o'zlari tarixdan so'zlaydigan aynan yog'li qapoqda ekan. Nerede şunu so'zlaydigan. Shular boyada yetsak Uyg'ur yaxshi ishlar o'tgan. Vaqtlar bilmirim. Sen mani qil digizmay qila olasiz. Men kelib endi shu tartib qatnashdim. Siz hammamiz nihoyat inoq yo'q. Mana arxeologiya oliy maktabda o'qigan birdan-bir o'quvchi shu vaqtda men. Men nimani bo'lmasin, nihoyatda arxeologiyaning bujurg'uchilik yaxshi o'qigan. Biz hammamiz birlikda xizmat qildik. Muşu kişilerin isimlerini bilir misiniz? Muşu kişilerin isimlerini anlap kalgan olsak. Şu çağdaşı... Ben bir Sabit Ahmet diye birisi varken. Hazırım o hayat kodayma. O aşı muzeyinin muavin başlığı. Kağalları yetlak aşı esaretliklerini muyu koyuş bilimini işleydiğen yeşçong atılırı var. Ular şundan kadar bir nesil için Türkiye'de onun için şu Türkdilli işlemler yaxşı ötken Ahmet de bir akımız var, Tursun da bir akımız var, şu Kıyın Hoca yaxşı yankarlaşkan muzeyinin hizmetine asasın biz birleştik kıldık bu sekin buldu. Vaqtda Xitoy arxeologlar bizga hata qildin,
diyelmegidek derecede şey. Hadi yaxşı işleyen. Hem de bir narsa tarix zadi andak ama dergan bir fikrini yezip çıkıp ele kıldığa yok. Onun ruhsat kılmaydı. Fakat ezelden Xitayning bir cennet dese sen mevcut. O dese o adamın mevcut emas. Aşınmak bir zaman. Biz şu zamanla ait behasla biz Xitaylarning jetiga bek qat tegmey. Ama Paşt'ın özüne köstür ait qat turup işildik. Bunun misali o muzeyinin arkeologiya etkin Turpan bir köprek kesit kılgan. Çünkü ondan Xitay xatlik yazmalar çıkar. Ular son ümitine şu Turpan kadar çıkar. Ama bu Turpan'dan çıkan Xitaycı yazmalar Afrika'da Xitaylar için menfaat olmadı. Onun da ne meşede boğan, meşede tuğulgan, meşede ötken deydiğin Xitay yok. Hemisi Sebitçinin içinden karşı bir yurtun kelgenliğine diğer ticaret için kilip meşede kıtalını bildirdiğin aslında yazılar. Sonra bu yazılar Xitay'ın açı maksudi için hizmet kılmadı. Fikir gelişmat dedi. Şu vakti hani muziği çok vaktin bir kergisi Tarım Vadisi Tetkikat ve nam elan kılıp bana. Onlar namını birişme, onlar çok inançlı, çok işlerini kullandığı için bildiğim. Ama bana derhallı müşakadan birini kergisi Gölge seçten birini koydu. Karınıga kurban üzül çık gitti da koydu vay. Bundak olmadı. Ben şu Xitay tarihçiler yazgan tarihini bir-birler tutturup onun kaydırıp yalganlığını ayrı başladı. Ama nihayette derhal siz oturup çıkıp ilgili bulmaydı. Nihayette fakat durup sayılık oturup çıkıp süreç doğru kiletti. İşte şu anda Sultan'ın Astana kabristanlığından çıkan, çıkan 20'de kitap mışıl kolda taraftek uzunlukta tartışılan. Onun Türkçe hak yazılgan. Onun da kadimki Uygurca devam yazılgan hatlar var. O anda nemini cıldırdı dese her bir kavga müşterak tartışılanı koyup iken. Tartışıdaki hat kişi, adam diyen, çakar diyen gel. Karışmaydıgan adam diyenini bildirdiğin aşağı mezmundaki tartışılar. Bu tartışılar her bir kavrada bağırken. Şimdi bunu hem de kadimki Uygur hat geldiğini enek oldu. Çünkü ben üniversitede okuyanda Xitay'ın kadimki yazıklarını, Guven, Jaguven diyenlerini şunun dair savatlarını öğrengen. Şu jarayonda hem de Garbi Şimal Üniversitesi mektepte etkaldıqanlığını bildirip kadimki Uygurçini sen şu mağlubiyyatını çıkıyor. Bizning mektep kadimki Uygurçini bildiğin adam var mektepte aylanıp oldu. Ben uç eğitim Beijing'e kadimki Uygurçini bilişki evetken. Ben şu tatil ve yazlık hayatım faydalanıp Beijing Üniversitesi
Üniversitedeki Gülsüm'ün efendiden Kıdemli Uygur Türk'ünü izlengen. Şu iki tom kitapını Kıdemli Türkçe okumuşluğu deydiğin kitapını şu bir iki yazık sayfında beşinci İngiliz okuyorum. Ben ne epalanmadı. Önceden tuncu okuğanı bu şu üzümü kire kitap epalanmadı. Şunu olan muhbirlik ettim. Bu ağındaki benim bu gelgen kadın bu Uygur'da tavaflarım nahit esastı. Bundan aşık tartışlar okuduk. Kadın kan kıtaycını okuşumu bilip boğan Uygurca okuşumu öğrengen. Şunun asasen nurgun yılağı gibi oldu. Lukmu aşı kişi diye xat yazılgan aşı barmaktak karışını biz çöz tutup belgelerini kıldık. Yani bunun yıl devri miladet 980 yıl. Sizler 840 yıl burun Uygur yok deyse mahket Uygur turpandı bağ. Diğerini dedik bu vaxtda bizge pek korkulukunu da yakınını da ben bir makale yazdım. Sincan gezisi de elan kıldı. Sincan'a bağlandığı için bula hayranlı bu tarih bundağına bu bir yenilik yani. Bunu hem de vaktim soravrak elan kılaylı dedi bu ağay. Vakta benim makalamını görüp tasdiqlaydigan adam Qadratı dedi. Merhumunun yakayırı cennet olsun. Şu Qadratı şu vakta başta her sunuptu. O adam bir haftadan keyin yok ben açık ongu bir adam yaptı. Şu vakta Sincan başında Mehmet Seyit. O Çiğdağı'nın, Anadolu'nun tədqiqat işxanasında işləyən adam. Başdan axır Uygurluğa dair ilmi məsələlərə qaraydigan bir başlıq. Demək, o an bunu kögəndiyi için bu makalını çoxum besonlar. Bir makale ekan. Şunun bilan o yeni zatını, yeni yazıq betiga besonlar. Konu yazıkta çekimçiler ma yeni yazıkta ya uçula okusun da bundan yeni yazıkta besin ay boğan dinkin cemiyette Tanrı takdirine deydiğen söze çıktı şiirle naklı çokta benim tunç kıt elva makalam Tanrı takdir bunu kıtayla kensen deydiğen kensen diyen kıtaycıga bunun elnani Tanrı sağ diyenini ben eniqlaq çıqqan. Bu makalımın içinden gerisi elam kılgan. Muşu sebepten hem de niyete nasıl yeniden başlanan arkeolojiye tədqiqatı hakkında anlatıldı. Ama ne yaxşı gördü, ne kolludu, bunu alıp kolluğun için lazım yazdık. Çok neslerini yazdık şu. Bu mana arkeologiyanın içinde hakikatlarını tepip çıkıp mana kişi degan yezilişine ait muhim bir delilde hamdi. Uygurca bir gap. Hem de bu tarihi yazı Uygurca. Kadın Uygurca. Onun sılımı Uygurca. Şimdi kokuyor buna ait çoğun bir pakist oluyor. Bunu Sincan gezisi kolladı. Cemiyet mi kolladı. Şunun ait yaxşı inkaz payda oldu. Bununla bizden arkeolojik tədqiqat muzeyde şu 75. yıldan başlap başlandı.
Qaysi rayonlarda nuqtaliq Bu vaqtda tekshirishlar yapılanlar? Şu çağlarda qaysi rayonlarda nuqtaliq tekshirish elib berildi? şu yıllarda bana konkret vazife verdi. Yine tarım medeniyetin tetkik kıldıgan tetkikatçı biri yine Hamsulalisi devri olan Korukçubek Mahkemesi Şii Doğu diyenine Kurbağalı tapıdığı da vaziyetini verdi. Hem de ülkesek koydu. Şunun bilen bana ratifikasyonu ayırıp verdi. Ben Sabit Ahmet bilen birlikte Türkmen'in Han Kur'an'ın bağırıdığını dağıtıp Aksu'nun Tuzkan Deryası etkilip Nimi'ge Tarım Deryası kuyuluğa yeğişlik boğan alışı Ceylani Latif Kâle'yi kaldı ki Ceylan'ın hemsine teşhirdik. Bir ay devam etti bu teşhiriş. Şunun için benden dokulat aldı. Şu Korukçubek Mahkemesi tekildi mi? Məlumat geldi. Ben dedim undaq bir nəsli düşürmedi. Hiç kandak bir undaq şundaq bir Korukçubek Mahkemesi'nin bağlılığını ispatlaydıgan bir düşürmedi. Benim bilişimde dedim. Ben şu vakta şu Xitaylar yazgan tarihini Xitay tarihideki köp yazmalarını kögen. Dedim, şu yazmalarda o Korukçubek Mahkemesi bilen olduğun organ yer hatırat yani körünler ma hatırat. Demek şu vakta bilen ki o neye giderir, neye turğallığını bildiğin hiç kadar bir alamet düşürmedi. Bundan nesi yok yani. Dedim, yok. Yanın bir bügürünün bir yerde bağ. Teyzediğin şu Korukçubek Mahkemesi bügürdü bağ dertli uçukla eğitim bağ vakti. Ben dedim bundan nesi yok. Teknik kremde bağda şoförümü bağ bağa yerlerinin hem geçimi var ve hatır kaldırdı. Hani bu da ben var. İkinciler bu sualını koymaydıgan Korukçubek Mahkemesi bügürünün bir yerde bağ degen gep ol kıldıgan oldu. Ama ular bu gepni naat çok ketkeçke yeni jurnallarda hemme kitaplarda şundaq zat yazılıp ketkeçke bunun keyingi ahvaldan haberi bo'lmagan kishilar yanıla Korukçubek Mahkemesi bügürünün bir bağ 1840 yıldan burun tarımatı Uygur yoktu degan gapni yanıla hattat ularning og'zidan chiqadigan bo'ldi. Ama muhim odamlarning og'zidan chiqmaydigan bo'ldi. Mana hozir qaraydigan bo'lsak, uningdan keyin bizning tadqiqotimiz texmo cho'nqurlashdi. Xitoyning petrol kashfiyoti bor deydi. Bu kashfiyotning yo'q ekanligini isbotladik. Bu kashfiyotning hammasi Uyg'urdan kashfiyot. Yetişiyon kashfiyot borligini isbotladik. Hozir Xitoylarning cho'ng ziyoları, hükümet daireleri bütün kashfiyotimiz bor yerda og'zini osanlik chiqolmaydi. Şundan haberi yok. Bir bağlan adamlar hazırın patlar dep koydu. Uygurlar dep koydu. Ularning kallısını çıkıp ketmegen bu tespit. Ama şunday işte. Demek bu arkeolojiye tedqiqatı bizning dalillar Xitoycha Uyghur aile degan joyda 75-yili boshlangandan keyin bir necha yil ichida bu arxeologiya
çoğun karşılaştırdı. Kişilerine ait kızık okuduğun oldu. Bundan kişilerin kaldığı Xitay kirişip olan konular birbirine geçti. Andikin Elden meşede vasıf deydiğen Uygurlar makale çıkar. Bu arkeolojiye karşı başlanğandan keyin nihayet edabanın keyin 1980'li yıllarda bir yeni hizmet başlandı. Edebiyat eserlerini neşir kılış deydiğen bir hizmet başlandı. Bunun bir grubu kuruldu. O grubunun başçısı Sınırdamet, Badek, Reis, Muavin Reis, Muavin Sekreterlerin hesaptan mesela çoğun bir grup var. O hem bizi siyaset kuralaydıgan, izahat verildiğin organ kuruldu. Bu şu hizmet başında meni muzeyden sıla yetkiyat Mulayla Halk Hükümeti'nin kadın eserler konusunda işlemini yetkiyat atar. Biz ziyade plan tuzluk, 3 yıllık, 5 yıllık plan, 10 yıllık plan kadın eserler neşir kıldı. Kadın eser degan nimesi? Kadın eser degan 1949 yıldan burun yazıp kaldırılgan yoki neşir kılınıp bo'lgan eserler. Müddet neşir kılgan shunday bir ish boshlandi. Bu xalq jinoyati olqishiga bo'lgan. Men shu plan tuzish qatnashdim, neşir qilish qatnashdim. Shundan 86 yılga kelganda Başkanımızın kitap çıkıştı başladı. Oldukça neşir kılınan kitap Buğrakallah Tezkiresi. Buğrakallah Tezkiresi. Buğrakallah Tezkiresi. Buğrakallah Tezkiresi. Buğrakallah Tezkiresi dep atalgan xilma-xil kitaplar bir ularning ko'chiruvga vaqtimi o'xshamaydi. Endi biz bir nusxani tanladik, uni ko'chirilgan bo'lsa 1933 yil Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgan yili ko'chirilgan nusxa. Shuni tanlagan. Shuni nashr qilgan. Bu narsada birisi o'qib nashrga tayyorladi. Uni men tahrirladim. Tahriri men bo'ldim. Muharriri men bo'ldim. Undan kitap chiqib ketdi. Chiqib ketgandan keyin bunday inkos geldi. Bu inkos nima bo'ldi? 90-yili 4-yili barında qo'zg'algan bo'ldi. Shuni tekshirish uchun Abdumurallik davlatdan xizmat ko'rsatdi yozgan doktor. Shu Buğrakallah Tezkiresi degan kitobni barında hem uyda hem adam uyg'on hem ularga o'ngatgan. Mushta barın eksiklikleri qo'zg'algan paydo qilishda eng yomon rol o'ynagan doktorlar bor ekan. Bu doktorlarni Abdumurallik Partiyasiga so'nqilgan iştirecek kadrolar yığınında. Onun da bu kitabının muhalifavali ve ismini atalım. Hem de şu vakti kişiler nahit enik sezdi. Bu şu Xitay Komünist bizim memleketimizin yıllarından keyin bir kısım ismi atalgan adam uzunluk kalgan, uçak kalgan emas. Kişiler el koygan. Şu vaqtda meni yetkaz asalgan aşı tuzdan meni ketki depti. Bunu ketkizvatlı bir yaptı. Şunun bilan 5 reis imza koyup o münevver muhabbet o. Bu hem de ketken gibi
qo'yib bilim egaller tesi. Hem onundan çoğun adamlar bulmakta ulanın sesi yarap kaldı. Amerika ülkeleri bir yıl barın eksim kılavı topluluğunun bütün cireğini elan kıldı. Ondan bütün mesuliyetini nasıl bulunması diye intikap var. Bunun muharriri kurbanı var. Ben bir yerde ben kayboldum. Ulanın kampüsü maniyetinde yine Amerika kabul kıldı. Çıkan Uygurlar himaye kıldı. Hava bölgesindeki hayat yaşavatından muhizdi. Muhtemelen hem de kırcık eserlerinde. Benim üslubum ama yazdığım hemen. Çoğun kitabı küçük yazdığım. Dışında uslub. Sonra ben alakagan bizning tarix yazıklarımız degan hem de 89 e'lon qilingan o kitobning o kitobda 20 maqola var. Hem qisqa maqolalar. Hozir ham shu men Amerikada kelgandan keyin shu vaqtda planlangan yani yana 20 maqola yozsam, hamsi qisqa maqolalar. Mesela Uygur tarihi tarım vadisinden başlangan diyebiliriz. Uygur tarihindeki 6 bitim. En ahırsı 11 bitim. Şunlar kısa makalalardan bir yakın makale yapın. Onu mesela ilişkilerle kitap kılıp bulduğum eser koydum. Benim kısalığa için şu. Demek Uygurlar arkeolojiye tədqiqatını başlayandan keyin dastlabki bir narsa nəhayət yaxşı ilmi oldu. Onundan keyin salmaq kadar bilan bir-birlab taraqqi Endi Uygur arkeolojiyaning ahvoli mushunchalik. Endi bunu yaxshi bilish uchun Xitoyda arkeologiya qachon boshlangan? Bunu selishtirishimiz kerak. Yani bütün dünyada 14-asrda Angliyada arkeologiya degan qo'llanma başlagan. Shundan keyin arkeologiya tadqiqot boshlangan. Bu tarixni isbotlayotgan dünyada başlanib bo'lgan. 1860 yıllara kelganda katallik arkeolog tarixshunoslar kirib Dunxonni tadqiq. Shu vaqtda Dunxonda Wang Daosi monax nuni saqlaydigan bir rahib Wang Daosi. Şu Dunxonning tamamlangan kitaplarını açıp çetelliklerge altın seçip şundan için çetellik alımlar Dunxon'daki şırlağı içip Dunxon'u tədqiq qilib bir neticede yaxshi neticeler. Şu Dunxon'u tədqiq qilish jarayonida Dunxon'daki Nunay resim Tarım vadisi bilen münasebeti bağlıdır aniqlandı. Xitoydan emas. Xitoyda onun münasebeti yok. Tarım vadisideki eser atiqlar bilan münasebetini chet el arkeologları aniqladi. Xitoyda münasebeti yok. Xitoyda Budizm bo'lmagan. Bunga yanisi Budizm hikoyalari. Şu bunga sizilgan Budizm hikoyalari. Bu endi yine de Eskişehir Xitoyda Budizm bo'lmagan o Kungzumuz'un nazariyasi var. Kungzumuz'un nazariyasi nima desa
Yüzüncün sınıfın degan mushundaq bir qancha gap bor. Bu nima degan bo'ldi? Degani ziyolilar, kunzular. Ziyoliligini qilsin. Padişah vezirligini qilsin. Fuqaroligini qilsin. Devran nazariye. Demek bu kulluk nazariyeti. Bir-birimizden halk çıkıp bir yenilik yaratınlar deydiğen nazariye emas kunzu nazariyeti. Bu bir kulluk nazariyeti. Çünkü bu Xitayda şu nazariye olsa bu Donghong Mumay qilgan arkeologlar bunun Xitay bilan hech qanday munosabat borligini sezmay, balki Tarım Vadisi bilan, yani Tarım Vadisi bilan Hindiston o'rtasidagi almashtirishning hech munosabati borligini sezdi. Shuning bilan Tarım Vadisidagi tadqiqotlarni, arxeologik tadqiqotlarni boshladi. Va shu vaqtda shu 1860-yilda Germaniyada bizning vatandan elib borgan asarlarni ko'rgandan keyin Germanlar hayron qolgan. U nima ekan desa, o chet el arxeologlari Mirandan topib chiqqan bir tam resim bor. Tam resim bor. Şimdi resimde zaten eksikler. Bana kanatı var adamın sürüsü. Üşüdüğün adamın, üşer adam. Bu kanatlık adam obrazları Germaniyada nəhayət umumlaşqan. Bir Germanların şundaq bir qədimki rivayətləri, şundaq rivayətlərlə tolğan. Ular bularını görüp, bu nədir? Buna şu yanın atamsan, yerde neymiş kıldı bu? Düzlük iken bu. Hep şunun için şu arkeologları, tədqiqatçılar bununla tədqiq ahir nemege qanday xulosa keldi? Yevropa madaniyatining chegarasi bizgacha degan xulosa keldi. Demak, bizning yurtlarimizmi Yevropa madaniyatining bir qismi degan xulosa shu vaqt chiqib qolgan. Demak, bu bek o'g'isini qaynitib ketadi. Bularni oson demaydik. Ama o'zaro biletdik. Yevropa madaniyatiga doir narsalarni ko'plab tadqiq qilib, uni bildirishga tirishdi. Ama Xitoylarning zo'rliq zo'rligi bek yomon bo'lganda, buni o'tirib qo'yamadik. Bununki Avrupa'nın her qaysı devletlerden vatanimizga nəhayət jiq ekspedisiya atretleri badi. Ular kezip, alıdığanını elip, şunday qilib toşup ketdi o, ha? Şu yıllarda Sovet İttifaqıdan Juvaliske deydigan bir mutaxassis var. Bunun toplagan neseri intayın köp. Toplap ketdi, ama bizga foydasi bo'lgan gaplarni qilmadi. Fransiyadan Teliop degan bir arxeolog var. Angliyadan Stein o şu qatnashgan Lecoq yeniden yana Yevropa devletlerinden kelgan yenilar. Ular hammasi Doğan Muma'ydaki eser atiqlarni, tamrini, tadqiqotning sirtida Tarım Vadisi'den tepilgan heykeller, yani o nəhayət yaxşı tədqiq qildi. Şunun bilan
Bu bütün dünyada Avrupa medeniyeti kesinlikle diyen bu kulağısa fikrini koyuyorlar. Onun ilgili hem de Uygurlar asla eget tuttuğunu biz azın ilişkileri bek davran fethiyorlar mesela. O senin gızaleti pek yaman düşürün. Küçük. Belisici. Müslüman derlerini başını öküzüp arkeolojiye tesbihati taraf etıldı. Hani bugün Türkiye'de Xitay'ın ağdırıp yitadigan bizga sen to'g'ri qilmading deyolmaydigan keldi. Bu chet el arkeologları Dunxan tizimlamayni universitet qilgan tarix vodisidagi haykallarni, rasmlarni ko'rgan kelgan asl xulosa pek yaxshi bilimda shu taraf bo'ldi. Shuning bilan bizda Uyg'ur arxeologiyasi hargiz aql sikilmaydigan, borgansiri olg'a egrilaydigan shunday bir vaziyat to'g'ri. Bu arxeologiyalik tadqiqotlar Uyg'urlar kimlar, Uyg'urlarning ana vatani qayer deganga o'xshash tarixiy haqiqatlarning o'tirg'i chiqishiga turtki bo'ldimi? Onundan keyin Xitoy olimlarimi buni qabul qilib maqola yozdimi sizning bilishingizcha shu davrlarda? Keyingi vaqtlarda pek chekinib ketdi. Şu vaqtlarda hamda biz sizlarga yordam qilib keldik. Sizlarning xat-xotinlarga yordam qilamiz. Sizlarni qurilishini, sotsializm qurilishini yordam qilgan, yolg'on gaplarni aytib ketdi. Yordamni rost qilyapti. Ancha bek yemi qilib ketmagan. Uyg'urlar o'z madaniyatini ta'kidlaydigan ishlarni ancha bek shiddat bostirolmaydigan, ammo yoshirin bostiradigan so'zlar. Vaqtida hamda Javob Mahmud Hasida Xitoyga qarshi ba'zi bir konspiratsiyalarni o'tirib qo'yib, hayot yashaydigan odamlarni ko'p bo'lmagan. Bizmi shu vaqtda nihoyatda dehqat bilan ish qilgan. Azaldan sening emas degan gapni qilgan bo'lsaqmi, ammo azaldan sening emas degan fikrni o'tirib qo'ya olgan. Masalan, shu tarixdan bir xatni Milyon Gezgide e'lon qiladi. Gezgide qo'rqmay ashuni e'lon qildi. Shuningdan keyin bizning maqolalarimiz e'lon qilindi. Bu arxivlari şu dastlab vatanimizdan şu 1930-40 yıllarda Kameriyasının tüven ekininden bir mumya var. Bu mumya hem de kuruk ceset, kuruk ketken ceset. Bu kandak ahvalda dese, hem de bu şu tarım adının ahırki yayı, teknolojik kumluğunun Loklar çölü bağın yeri yakın ağa yerdeki bir kumluk. Şu kumluktan mumyanı kılmışlar.
Umumiya endi toprak içine girip oturdum, görüşüp cesetini şunu sağan ıslak bir ceset sandım. Onun içindeki mumya ayal ceset. Onun beşiğe kegizden yasalgan tumak kegizdirgen. Tumakın üstüde teke Hey kıstırılgan. yemin tahtalıkı, gülçecek bağ, tay bağ. Yani onun kim neredeyse yung tokulma. Sapı yung tokulma. Yung'un tokulgan rehlerini yapan teygen, üstüge şundak rehler yetilen. Bunun Avrupa arkeologları, mutfakları yemini eniqlab chiqdi. Bu Xitoyda ipak bo'lgan. Ammo bu Tarım Vadisi'da yung to'qimi bo'lgan. Yungni buni ichki egirib, o'shunchalik raq to'qilgan atalgan odam ipakni to'qiy oladi. Ipak to'qilmi bu yerda cho'qim avjagan degan shundoq bir xulosa keldi. Yung to'qilma butun dunyoda tarixi bo'lganligi bu bir dang chiqadi. Endi bu yung to'qilmalarning shundoq yaxshi, shundoq bo'lgan ekan, ya uning bedellari qurib ketgan, ammo shundoq bir buzilgan alomati yo'q. Buni tadqiqotchilar tadqiq qilib, bu endi Yevropa havasiga, Yevropaga yotadigan millatlar ayol jinslik vafot bo'lgan adami degandek tasvirlab, shundoq tasvirildi. Bu mumiya Yevropada dang chiqadi. Yevropa bilan Tarım Vadisi medeniyet bir medeniyet degan xulosa. Buni 2010-yili dunyoda mushu xulosani takrorlaydigan bir yozma e'lon qilindi. Bu nihoyat yaxshi ilm qo'zg'adi, ilm yapıldı. Dunyoga e'lon qildi. Bu Tarım Vadisidagi mumiyalar Yevropa medeniyeti o'xshash bir manbasidir, medeniyet deganni o'tirib qo'ydi. 2010-yili o'tirib qo'ydi. Bu arxeologiya tadqiqoti 1978-yili aslında kichik bir tarixini tadqiq qilib, o'sha 2010-yilga kelgan vaqtda bu butun dunyo haqida bir cho'ng madaniyatning bir qismi bilan Xitoylarmi o'ch shunday gapni qilgan odamga, ammo bunga ta'sir qo'llanmaydi. Demak, Xitoyning bizga qilgan hujumi kichikildi, keyingi chekindi. Uyg'urlarning arxeologiya tadqiqoti yurdi. Bu vaziyat shu. Endi biz oldida aytib o'tdik, 1930-40 yillarda Brokelman degan bir arxeolog shu Tarım Vadisining Tarım daryosining oxirgi yilisidan bir mumiyani topgan edik. Keyin Angliyalik Stalin bir mumiyani topdi. Bunu aslında üretti. Bu Avrupalılarının medeniyetinin çekicisi serpinlikte diyen nezariyesini çunkurlaştırdı. Teknik şey kıldı.
1979'da kelgende. Şu yılı ben Bejin Üniversitesi'nde fakülte okulu kettim. Arkeoloji atreti şu Tarım Vadisi'nin en ahirki ekini ayırıcı kumluktan yeni bir mumya. Bu maşanın tepilgan mumyanı Şirinheden Grot Germaniyelik arkeolog sayıla emsi Floran Güzeli de isim koygan. Bunu Uygur Arkeolog Muzeyi'nin arkeoloji atreti 79. yılı Gençlerden yeni bir Floran Güzeli. Bu devirge kelgende o yıl devri var, tekini taraf kılgan devir. Şu vaqtda şu kavrinin şu kavri toğraq yağısından kovzaq onun üstündeki şu yoğun toplumluğa dair onun üstündeki onu çakan derslerini yığıp Buğday mı çıkan? Yine de hatta. Yumulak çıkan. Yumulak buğday. Bu hem de hazır kadar yumulak buğday. Bu mu hem de şu zamanın dehkancılık ve bu kendisinin yukarı alırken şu devir yetkenliği. Yoksa şu cayda yaşayan tarımlıkla. İspatladı bu. Buğdayına yiyecek. Buğdayına yiyecek. Hakikaten. Yani bu muşu şarımsı tepilmelerinin şu tepilmelerini karbon otura üzerinde sanfaya dörtüyenken bunun yılları 1800 yıldan 6900 yılgacha başlıyor. Bu Xitoyning kalbi. Muşu san hata digil olmaydı. To'g'ri. Bunun asoslanganda bundan 6900 yıl burun Uygurlarning ajdodi şu Anvar'da doktor kiliga yaqin joyda umidvorlar yashagan. Ular buğdayni yeydigan Yungdan yetib yurib, uni to'qib, shundan kiyim yipgan. Shunday xalqlar. Yipek bormizda, shu vaqtimiz bor. Yipek to'g'riliq o'zgacha bir munozara bor shu. Yipek to'qiydigan el o'tanda bor. Şu arkeologlar oturusunda maşında bir talaşlar çıkıyor. Bu bir mançilik bir tahtay var. Bu tahtaya çizilen resim var. O resimde bir hanım çeşini tümellep yüz koyan. Yani birisi onun çeşini kolu bilen tüz tutturgan. Yeni birbiriyle paramız tutturvatkan resim. Bu ne arılıklar nimler çelmişse şu çekinin tünelli olan kan bu şikirden otenge ekegen bezleri ya bu yipekti otenden şikirge eten deydi o da devat bu münazara bu da çeldirgen. Bundan kulası çıkmadı zaten nege kelgenligi, kimnin nege apağanlığı, akıştırı, naat, enik qo'mg'itili bunu digil olmaydi. Yine şu vaqtda Xotan'da Yipek var. Yipek var. Ama Losnur Tarım Vadisi'deki
Tarım Derya boylardaki bu caylarda yoğun toplumlar. Yoğunluğu yetkilip çok tıkalaydı galiba, o yetekli mi toplayalaydı. Demek bu toplumculuk tarım vadisinin ait tekrar var. Tarım vadisindeki yetki ehtiyatının biri şu tokulma. Demek bu delil ispatla Xitayning biya azaldan bizning yerimiz degan o nazariyasini ag'dirib tashladi. Shundaqmi? Şundak. Xitayning Şinjan azaldan Jungo'nun bir nazariyasiga şunun bilan ular ovozini chiqarib shundoq deb demaydigan sal hududsinib odam yo'q uni bilmaydiganlar jihada deydigan vakillarni kimkin uni hozirgi kelganda biz kashfiyotimiz bormi deyamaydigan olimlar ushoqlari faqat deb qo'ydi uyg'urlarni deb Xitayda nait farqli, Jungdun kiyim kiyadigan, nait chiroyli kiyimlarni kiyadigan, onundan keyin dehqonchilik bilan shug'ullanadigan, to'qimachilik sanoati taraqqiy qilgan, teridan oyoqlarni kiyib, o'tuklarni kiyadigan shundaq bir millat Xitoydan butunlay farqli boshqa bir madaniyatni isbotladi bu butun tepilgan narsalar. Shuning bilan bu ko'rgazma qilishlarni to'sab, chet elga apag'anlarni qaytirib opirib, biroz bu jihatdami Xitoylik alaqsadi bo'ldi-ku. Bunun keliki butunlay boshqa bir madaniyatning borlig'ini ko'rsatishni xohlamadi. Shundaq bir jarayonmi bo'ldi? Şunak. Bu hem de Uygur arkeologiyasının tədqiqatqa qatnışışı jarayonida bir-birlab kelgan natija. Xitoylar borgansiri keyniga chekingan, ammo ular yana atın chiqimi üzerine yürüyüşmey faqat narsamiz bor, narsadan hazır var. Lekin bilimlikleri hazır hamdiyatımız var, gerçekten kestiyatımız var demeydi o. Bu toplumlar bizden mi diyemeydi o. Hem de zulüm çalıştı. Yemin değilse mıntıkmayla kullan, hükümetmeyle, gezetmeyle, fiilin, hem nesminin sizin sızlaydıgan yerin yok, avazın çıkırığa yer yok. Yemin değilse ben o muşundaq zulüm salalaydı bizi. Şundaq zulüm zorluk zımbılık salalaydı. Devlet. Ama bunun hepsi hakika düşmeydiğanlığı. Bunun bilip yattı. Ama Xitay hem de bizim için daha da tecavüzü varsa o hem de yine mesela kılımız oradaydı ama kılamaydı. Yani tədqiqat arkeologiyalik tədqiqat başlanğandan keyin bağan sürü ilgirler tədqiqatını bu şu joyga yetkizganliginin ispatı. Bir yerde Xitaylar yaman bek çıkalıktı. Şu Turpan'dan Xitay çıkartlar var. Turpan'da yaman köp. Arkeologiyalik kızış intihar oldu. Ama onun neticesi Xitay'da bulundu. Ondan çıkan Xitay çıkartlar şu Xitay'ın ki kayıt bir yurtun işgalliği, yerge ticaret ile yavallığı, şunu bildirdiğin nersi bulup, bu özel minen, memlekete bastım diyenini bildirdiğin bir nersi, iyi geleceğimiz. Bu Xitay'ın şu Xitay'a çıkan jarı kızıkkallığının ahı çıkmakta
Yani kadar faydası olmadı. Üzgün oldu. Bu yanıla bu ezelden mucizayı yaşayan milletinin zimini işgaldi. Mucizayı kim yazdığansa Allah'a karaydıgan devlet, 36 devlet doğallık. Yani bu Türk, Uygur sistemindeki milletler yaşayan ailelerini toplaydıgan hafızla hani bazı mutkaslar Nurlanın ilahi teki Mongolya'da doğan degen gapni Xitoylarni naçi qilgan. Uyg'urlarni shunday deydigan bo'lgan. Oxirida Uyg'urlarni shunday deb chiqqanlar bo'ldi. Sherdagi tog'larimiz nakatdi. Emniyeti o Uyg'urning tezi emas. Uyg'urlar sherda hokimiyat qurgan. Urqu vadisida mangu taşlarning ichida bir taşda mandaq bizning haqqonimiz shu to'g'rida turib desa bizning yurtimiz omon turdi, xalqimiz bu yo'q degan bir xotira bor. Mangu taşlarda. Bizim haqqonimiz mesela devlet kurup kuchliq harbiy holat yurgizib desa vatanimiz tinch turdi. Bu haqiqat. Bu faktni biz o'tirib bilan Uyg'urlarning ilohiy tagi Angliya yaylaqlarda degan gapni yo'qoldi. Buni deyamaydiganmiz. Bir yerde sizden koygan suallarımızda şu Xitoy bizning vatanimizni Xinjiang deb ataganligi, uni azaldan Xitoyning zamini deb kelayotganligiga buningga qarshi qanday so'z qarashlar bor? Uni o'tirib qo'ysangiz deb kelsiz. Yani Arkeologik ben mundaq demek istedim. Bizim vatanimizni Xinjiang deb atagan. Xinjiang sayt bo'yicha aytganda yangi chegara. Demek bu bizning Xitoyning yangi chegarasi deb atalgan. Bu qachon? 1864 yil. 50 yilları Zozongdan Manchu xonligi, Qing sulolasi degan shu Manchu davlati. Shu Manchu xonligi bo'g'otda Xitoydan Zozongdan degan birini harbiy boshliq qilib avatgankan, shular avval Ulu varisini egallagan. Ulu varisidagi ularni qirib, Xitoydagi eng muhimlarni Xitoyning sharqshimol rayonidan Şolunla, Manjola, Şüvelerine tepkilip şu çayını çok şüvelerine geldi. Şunun zeminiyle arandı. Hazır şapkında şüveler kısmı gördüğüme hizmetli oldu. Dünyanın en dayına oldu ki biz şüveler. Başkalarıyla bir anlaştığımızda Muslim Christ Regimento Avazınız fakat yaxşı anlanmıyordu.
Avazınız biraz ele nem bolup Bunun ketip izi kalmadı ama o kulak selvagan nersinin alıp kıldı ada çok kalmagan mı çok kalmadan şunun bilen avaz yürüyüş oldu. Endi bu Çin sulalesi Manjur devleti Xitaylarni butunlay qulfil qulfilgan bir sulale. Şu sulale devrida Xitaylar ularga Xitoy podshoh sığıngan Немishqa shuni qaytirib olmaysan deb xuturat qilib tarif hujum qilgan. Hep ili vodisiga hujum qilib, ilidan shu Gadan tog' degan bir tog'ni tatib olgan. Bu endi alaqa ili vodisida, il daryo bo'yida tik qiyoning ustidagi joylashgan bir tog'ni Gadan tog' deydi ekan. Mo'g'ullar unimi shu Gadan degan gap Uyg'urcha bilan Mo'g'ul tili o'xshash endi. O'sha odamning Gadaniga, shu tog'ning Gadaniga joylashgan bir harbiy baza. O'sha harbiy bazani yo'qotgandan keyin, anikin ya'ni yerdagi Uyg'urlarni, shu atrofdagi Uyg'urlarni qirib tashlab, shu Sharq shimolidan Manjurlarning bir qismi bo'lgan Shvalarni ko'chirib kelgan. Endi shu mushundoq tarix bizda bo'lgan. Yerlik Uyg'urlar butunlay qirib tashlagan mushundoq tarixmi bo'lgan. Mushu davrlarni biz boshdan kechirdik. Eng oxirida yana o'sha arxeologiyalik tadqiqot orqali bu asar atiqa Uyg'urning bo'lganligi uchun va dunyomi mushu masalaga diqqat qilgan bo'lganligi uchun Xitoy bek o'zini tutib ololmay bek no'shti qilolmadi. Ama hozir yoshirin qilyotidi. Aşı qarab yurib kimning gapi bor, ba'zi norozilikni bildiradigan odam o'sha odamlarni qo'ymay tutib kelib lagerga soladi. O lager deganda nima? Biz chiqqan shohidlarning guvohlik berganlarini angladik. Kirgandan keyin putiga qo'l kishan soldi ekan. Daq sement o'ltag'izib qo'ydi ekan. Yerda bir uyda 40-50 odam turdi ekan. Onundan bir 20'si uxlasa, qolganlari uyda turdi ekan. O'shanda xalqa vaqt chaqirib chiqib urdigan tan jazosi. O'ltirib qo'ysa, uni ikkinchi nega ketganligini hech kimga demaydigan mushundaq noyda zulmatlik kunlar mana hozir bo'layotdi. Bu Xitoy amal qilmagandan bo'lgan ish. Xitoy o'zining gapini dunyoga oqqizamagandan keyin bo'lgan ish. Xitoy mushundaq qansiri ya Xitoyni Uyg'urlarga qirg'inchilik qildi deb jakarlayotdi. Mana bu vaziyat biz uchun foydali. Ama Uyg'urlar biz o'rnimizdan turolmadik. Mushkunda Uyg'urlar qo'zg'alib o'rnidan turishi kerak edi. O'zining davlatini qaytarib oldigan irodasini bildirishi kerak edi. Xuddi Sharqi Temurliklardek, Kosovoliklardek. Men Sharqi Temurning shu mustaqil bo'lgan butun jarayonini radioda e'lon qilgan, shularni kunda intervyu qilib, shulardan xabar olgan odam men. Sharq Temurliklar o'zining mushu davlatini qaytarib olganligini o'ziga o'zi ega chiqdilarni bildirgan mushunda bir qahramon millat. Dastlabda ularni hech kim qo'llamagan dunyoda.
Eng ahırda ular qattiq bostirish uchirdi. Uningmi hargiz chekinib ketmadi. Shu vaqtda Avstraliya askar chiqarib, Sharq temirliklarni azod qilib, davlatini qo'liga epirib ketdi. Mana xalqaro yordam qilsa, mundaq qiladi. Qanday vaqt qiladi? Shu yerli xalq o'zining buldig'anlik irodasini bildira olsa, shu yerga o'ziga zo'rlik zo'mbulik qilgan, shuni egallab olgan banditlarning qonidan siqalasa, andikin xalqaro yordam qo'lini sunadi. Bu bo'lgan ish. Kosovo shundoq. Shu vaqtda shu Kosovo atrofida Amerikaning qismlari bor. Ular 3 yil qarab turdi. Gap qilmadi. Serblar shundoq qirdi. Kosovoliklar hargiz keyniga chekinmadi. Eng oxirida Amerika sen bularni yomonbek ezib ketding, qirg'inchilik qilyapting. Chekinmasang bo'lmaydi, biz seni bombardimon qilamiz desa, va Amerika degan nima o? Ben ikinci cho'ng sotsialistik davlat Serbiya degan deb poetib e'lon qilgan jakalarimi bor shu vaqtda. Eng oxirida Amerika 60 kun bombardimon qilib, serblarni butunlay chekindirib, Kosovoni mustaqil qilib qo'ydi. Demak, bu mustaqil qanday qo'lga keladi? Mustaqil bo'ladigan irodani ifodalaganda seni besib olgan, sana zo'rlik zo'mbulik qilgan tijovuzchining qonidan siqalaydigan bo'lganda, ondan boshqasimi malaga biz yordam qilsak, bu o'z davlatini qura oladi ekan, qila oladi ekan deb andiki yordam beradi. Bu mening tajribam endi. Bu mening ko'z qarashim. Bu ba'zilarning ko'z qarashiga o'xshamasligi mumkin. Bu quturtish deb qarashi mumkin. Ammo men quturatmadim. İzilgan millat cho'qim o'zining izilganligini, izilishdan qutulish irodasini ifodalashi kerak. Shu besib olgan tijovuzchining qonidan siqalaydigan bo'lishi kerak. Shunda bo'lganda andin yo'ldi. Bu gapimiz boshqa ketyapti. Endi biz yana o'zimizning temamizga qaytib kelaylik. Albatta, Uyg'urlarninki o'zining vataninki, Uyg'urlarning azaldan shu zaminda yashaganligi aniq, arxeologiyalik dalillarga qaytib kelsak agar. Ama bizning qarshimizdagi, bizning oldimizdagi bu dushman menchi Kosovaninkiga yoki Timurninkiga, G'arbi Timurninkiga o'xshamaydi deb qarayman. Naytdi abaytinmi sizmi dedingiz? Qandaq hilmikerlarni ishlatib, shu o'zing emas, ya'ni butunlay tarixni o'zgartirish orqali, arxeologiyalik dalillarni o'zgartirish orqali o'zing qivilishga uringanmi shundaq bir tushuncha, shundaq bir ko'z qarashdagi bir millat. Ondan keyin butunlay shu kengaymichilik bilan butun tarixidan qaraydigan bo'lsak, shundaq bir millat, shuningga qarata siyosatlarini qo'llanib kelganka, shuningga qarata o'zining nazariyaviy asosini tiklab kelganka, oldimizdagi dushman hamda naytimi nima deymiz, hamda sal qarmaymiz-ku albatta, ammo biz tushunamagan bir millat. Men shundaq deyman. Tushunib uning haqiqiy maqsadini bilamay, biz o'zimizga o'xshash o'ylab qilib, bunda qilmaydi-ku, bunchalik bekshilishib ketmaydi-ku degan nuqtada qilib qaptimiz biz uzun yillarcha. Ama shundaq bu paktlarni siz degan o paktlar chiqqandan keyin, uningdan keyin qandaq qildi desangiz, u yerga komzaklarni ko'mib qo'yib, Tang sulolasining komziga, Xan sulolasining komziga deganga o'xshash ba'zi bir teatrlarni o'ynadi deb o'ylayman. Shundaq qilib ketdi. Shuning uchun hamda xalqimizmi tirishyapti mencha, nayt og'ir badal to'layapmiz. Bu hamda kech qolganligimizdan, o'zimizning tariximizni, men yana shundaq deyman, tariximizni, kim ekanligimizni bilmasdan uzun yillar yashab ketganligimiz, ondan keyin o dushmanga aldinib ketish, onunga ishinib qilish, o'zimizga o'xshash ko'rib qilish, hech qanday strategiya o'ylab o'tirib qo'yamaslik. Bu shundaq asta bütün huquqlarimizni qo'limizdan evatidi. Bu kelgusiz bizga yaxshilik qilmaydigan o'xshaydi.
bizni bu topraklardan sıkıp çıkırdığa okşaydı degan narsani o'ylamay, singan pomongni ye deb qaynoq suv ichgan onun tesh deganga o'xshash shu ko'z qarashlar bilan uzun yillar yashab ketibdimiz. Sizga qo'shilma haqiqatan biz o'rnimizdan turishimiz kerak. Chunki biz haqliq tarafda. Bizning shuncha imkoniyatlarimizni, bizning zaminimizni tatib oldi, boyliqlarimizni ishlatib ketdi. Bütün imkoniyatlarni beribmi, yana biz bu yerning haqiqiy egisi bo'lg'ashqa, mush arxeologiyalik tadqiqotlar bu yerning egilarininki biz ekanligimizni, Uyg'urlar va shu yerda yashayotgan xalqlar ekanligini isbotlaganligi uchun endi butunlay yo'q qilishga o'tdi. Boshqa bahonasi yo'q, siz deganga o'xshash. Bu yerning haqiqiy egisi biz bo'lganligimiz uchunlar mushunday qilyotdi. O boshqa narsalar bahona sabab bo'lishi mumkin. Ko'zing qara, qishing qara deganga o'xshash bahona sabablar, ammo haqiqiy sabab mencha bu yerning haqiqiy xo'jayini Uyg'urlar bo'lganligi uchun mushunday eg'ir, dahshatlik etnik qirg'inchilikqa duchor bo'lib qoldik endi hozir. Endi vaqtni berib qoldi, 1,5 soatdek paranglashibdimiz. Sizning endi yoshlarga nimalarni tavsiya qilasiz? Yani deydigan gaplarınız bo'lsa, yoshlarga marhamat. Mening yoshlarga qilgan tavsiyam nayt oddiy. Endi biz tarixda mushundaq Xitoy bilan mushkuniga qoldik. Xitoy nima qandaq ilmiy fikr qo'llandi? Uyg'urlardan xoin tepib, shularning og'zi bilan Uyg'urlarning og'zini tuvoqlab, o'zining siyosatini mushundaq qanot yaydiryapti. Xitoy isada tutinglar. Sui, Tong, Ming sadisining ichida Han sulolasi buning ismi. Shuningda yashagan odamlarni Xanlar deb ataydigan. Shu vaqtda o'zlari atagan bu Xitoy muvaffaqiyatlar. Hozir Xitoy biz Xitoy xabarlarni birimiz deb boshlaydi. Rossiyaliklarga biz Xitoyda o'zini o'zi Xitoysan. Xitoy degan yana birisi Han sulolasi bo'lgan, Qing sulolasi bo'lgan, Tang sulolasi bo'lgan, bu endi eng oxirida Junho Mingo bo'lgan, Junho xalq Jumhuriyati bo'lgan, u Jungo deb bir davlat bo'lmagan. Bu nima desa, shu hammasini apirib Jungo. Bu Jungo degan shu biz degan shu Hanzo. Bu hammasi yolg'onchilik. Bularning aldamchiligi mushu ikki so'z orqali nihoyatda yuqori kamolatga yetgan. Yoshlar mushuni asli qildiringlar. Jungo desa, qachon sen Jungo bo'lgan? Qayerda o Jungo degan davlat deb so'ranglar. Biz Hanzo desa, qachon sen Hanzo degan davlat millat bo'lgan? Sen o'zing Xitoy da'vatsan. Danglar. Demak, bularmi odam degan ko'z qarashda bo'lmanglar. Bularni odam desanglar, ishinglar og'riydi bularga. Bularning gapimi ishinish kerak. Buni Xudo yaratgan. Xudo mushundaq zolim yaratgan, mushunda eski qilib yaratgan. Mushuni biz bilsak, Xudoning amri bo'yicha mushunda eskilarni yurtimizni qo'g'lab chiqarsak, andikin biz yaxshi yashay olamiz. Bu mening yoshlarga deydigan gapim. Mushu Jungo Xitoy degan gapga hargiz ishonmanglar. Ko'p rahmat. Bugun nayt cho'ng bir tema, arxeologiya temasi nayt cho'ng bir tema. Sizning bildiganlaringiz bek ko'p. Endi bu 1,5 soatga bularning hammasini sig'dirish mumkin emas. Xudoyim bilsa, yana boshqa bir programda davomlashtiramiz. Oxirda deb qo'ydigan gapingiz bo'lsa, 1 minut qo'shimcha qiladigan gapingiz bo'lsa, uni olay, bo'lmasa programni oxirlashtiraylik. Men deydiganning hammasini deb bo'ldim. O'sha Uyg'urlar o'sha Jungo, Hanzo degan gapni hargiz
Bunu rast gap deb o'ylamanglar. Bular to'qilgan gap, yolg'on gap. Tarixda bundoq davlat bo'lmagan, bundoq millat bo'lmagan. Chunki bular o'zini o'zi Xitoy deydi. Tarixda o'zining davlatlarini Qin sulolasi, Tang sulolasi, Han sulolasi deb boshqa nom bilan ataydi. U Sadichinning ichida o'tgan 20 necha sulolaning hammasi Xitoyning emas. Bu yerda Uyg'urning bor, Uyg'urning piramidalari bor. Ben şu anda o'qiganda piramidani ko'rmagan. Bizning o'qituvchilarimiz demagan shuning borlig'ini. Balkim shularni o'qimaydi. Hozirmi o'qilishni xohlaydi? Shu tarix deganni chuqur shundoq nihoyat tafsiliy tadqiq qilish kerak. Shu Xitoylarning degan gapiga ishongan odam Uyg'ur bo'lamaydi. U herkes o'zining davlatini qurolmaydi, o'zining davlatini asli keltirolmaydi. Ko'p rahmat. Evet. Qadrli ko'ruvchilar, bu programda biz bugün arxeologiya feni, bu fenning tariximiz ve medeniyetimiz roli, bu sahada